He created the plants and trees. He created the birds and bees. He created the oceans and seas, some of his many bounties. He made us on earth trustees to obey all his decrees. Oh Allah, have mercy, please. Clean away our heart's disease. جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود رب واهب الحياة مجري الريح والمياه فاضت بالندى يداه للذي هداه جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. Assalomu alaykum rahmatulloh va barakat. Alloh taologa hamdlar bo'lsin aziz birodarlar. Mana inshaalloh Ajr Xalq Xayri fondidan solinayotgan uyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan birma-bir xonadonlarni ko'rsatib, tanishtirib o'taylik. Qani marhamat ichkariga. Kirishlarga Xudo xolasa birodarlar mana qo'lni yuvib, chiroyli qilib ketaverasizlar bu yerdan. Ichkariga qarab ketaveramiz. Bitta xonadonlarni ko'rsatib qo'ydik, bitta. Şu ehsonga sabr qilib bo'lgan aka-ukalarimiz, yor birodarlarimiz barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana Xudo xolasa sizlarning bergan xizmatinglar bilan shu kunlarga yetdik. Mana chiroyli qilib xonadonlarni ko'rsatamiz. Mana bismillah. Mana xonadonlarni ko'rsatdik. Mana bu birinchi xonadonlarimiz. Chiroyli qilib tikkan tellari. Bunisi esa ikkinchi xonadonimiz. Mana Xudo xolasa bu ham chiroyli bo'lib chiqqan. Xudo xolasa inshaalloh. Endi mana Xudo xolasa sizlar bilan solingan uyimizni, xonadonlarimizni ko'rsatamiz. Chiroyli qilib. Har tomonda chola kampirga yaxshi niyatlar bilan dush qilganmiz. Bu ishlarni ham ko'rib qo'yamiz. Bir ko'rsatib qo'ying birodarlarga. Ehson qilgan birodar aka-ukalarimiz Xudo xolasa mana ko'rib xursand bo'lib, xursandchiligiga shu miskin odamlarni, faqir miskin odamlarni ko'tarish maqsadida qilgan ehsonlar mana Xudo xolasa 10 o'rniga keldi. Chiroyli bo'lib chiqdi mana. Xudo xolasa suvlarni bir ochib ko'rsatib qo'ydik. Akalarimiz mana suvlar tayyor. Inshaalloh bu tomonlardan suvlarimizdan tayyor. Xudo xolasa kelib fahodatga olib ibodat qilishlarni haqiqatga duo qiladi. Shu akalarimiz. Xudo xolasa solingan uyimizni yana ichkarilarini ko'rsatib, sizlarga bir tomosha qilamiz. Qani marhamat.
Mana birodarlar, xudo xolasa kutgan uylarimiz sizlarga yana ham ko'rsatish maqsadida chiroyli qilib ko'rsatamiz. Mana pechka qilib bergan akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu yerda o't yoqiladi, ikki xona siyli. Faqat chiroyli bo'lib maza qilib yashasin degan maqsadda. Mana xudo xolasa bu mehmonxonamiz. Mehmonxonalarimizda chiroyli bo'lib aboylarni qildik, remontlar bo'ldi. Chiroyli bo'lib ketdi, xudo xolasa. Shu kunlarga yetdik inshaalloh. Xudo xolasa shu akalarimiz, onalarimiz bir duo qilib, haqqiga duo qilib turasizlar. Xudo xolasa mana bu tomonlarni ko'rsatib qo'ydik. Bu tomonlar mana chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa shu farzandlarini uylab qolsa, kelinga tayyor, xudo xolasa. Devorlarini ham olib chiroyli qilishi shu yerda kelin-kuyovlar yashashadi, xudo xolasa. Bunga harakat. Mana ichkari tomonda ham dushlarini qilib qo'ydik. Xudo xolasa shu farzandlari uylanib qolsa degan maqsadda adenda qilib ikkiga bo'lib qo'ydik dushlarimizni. Bu xonalarimiz ham chiroyli bo'lib tutdi. Shu insonimizga hissasini qo'shgan yor birodar va aka-ukalarimiz, xudo xolasa hammalardan Alloh rozi bo'lsin.